har qadamda omadim kelar. Bolam deya qilsalar duo, ular mening ishongan tog'im. Dadamga dard bermagin Xudo. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdurashid otajon, sog'misiz? Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz ham a'lomi? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Yangi yillaringiz bilan. Rahmat, o'zingizni ham yangi yillaringiz bilan salomat bo'ling hamisha. Biz sizni rahmat. bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, qizim, rahmat. Boringizga shukronalar. Avvalambor biz sizni bugungi tavallud ayyomingiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz, 62 bahoringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Yaqinlar Asal qizim. Farzandlar hurmatida bo'lib yuring. Yangi yil xonadoningizga barokatlar olib kelsin. Biz Telegram ijtimoiy o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bonu bilan jonli muloqotdasiz. Rahmat qizim, rahmat. Boringizga shukronalar. Otajon, sizni tabriklab qo'yish maqsadida bizga bog'langan yaqin insonlaringiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, dilnomalarini va albatta rahmatnomalarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Sizni shu qadar rahmat qizim. Yurguvchi yaqinlaringiz kim bo'lishlari mumkin? Mening yaqinlarim Xudoga ming qatla shukr ko'p. Jigarlarim bor, qarindosh urug'larim bor, kursdosh o'rtoqlarim bor. Albatta otajon. Birga o'qigan. Albatta. Bu inson bizning tog'imiz, qalqonimiz. Biz shunday insonning izdoshi ekanmiz, faxrlanamiz deya ta'rifladilar sizni. Kim bo'lishi mumkin? Hech aqlimga sig'mayapti. Meni juda ko'p do'stlarim, og'aynilarim, sizni izdoshlaringiz, qondoshlaringiz, jiyanlarim bo'lishi mumkin. Jiyanim bor, Najmiddin, Sherali. Otajon, o'g'lim. ajoyib tabriknomalar, mehr bilan bitilgan nomalar. Sizni farzandlaringiz, qizalog'ingiz Dilnozaxon nomlaridan yetib kelgan edi. Ijozat berasizmi o'qib eshittirsam? Rahmat, mayli qizim, mayli. Rahmat, sizga ham hurmat va e'tibor uchun otajon. Assalomu alaykum, mening qalqonim. Suyanch tog'im, suyanay desam tog'lardan da viqorligim. Qadrlari osmonim, muhabbati ummonim. Sizni ushbu muborak kun, tavallud ayyomingiz, Muhammadga chin ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman. Mening davlatim, savlatim, mening qahramonim, mening eng yaxshi insonim dadajonim. Bu go'zal ayyom sizga qutlug' bo'lsin. Ilohim dunyo turguncha turing, barchamizning baxtimizga sog' va salomat bo'ling. Robbim sizni o'zining yaxshiliklari, rahmati, muhabbati ila siylasin. Quvonchli kunlarimiz, baxtli kunlarimiz juda ham ko'p bo'lsin. G'amingiz, anduhingiz bo'lmasin. Mehrumonim borligingiz o'zi baxtdir. Sizning sog'ligingiz, kulgularingiz davlatdir. Sizning izdoshingiz, farzandingiz bo'lish baxtdir. Bizni hech qachon hech kimdan kam qilmadingiz. Boringizni berdingiz. Muhabbatingizni ortig'i ila ko'rsata oldingiz. Yuragingizda asradingiz. Chekkan har bitta mashaqqatingiz, mehnatingiz uchun Robbim sizdan rozi bo'lsin. Jonim dadam, duolaringiz asraydi bizni. Gul kabi yashnayveramiz. Sizga loyiq qiz bo'lishga harakat qilamiz. Jannatlarda toj kiydiradigan soliha farzandingiz bo'laylik deya harakatdamiz. Jonim dadajonim, mening yolg'onchi dunyodagi rostim, hech qachon g'amingiz bo'lmasin. Hayot yo'llarimda ustozimsiz. Biz hamisha xizmatingizdamiz. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. Sizga yaxshi ko'rishimni ko'p ayta olmayman. Bugun ming bora aytaman. Men sizni qalbimning qo'ri ila yaxshi ko'raman. Osongina sinmasam kerak. Ishlarim zo'r yurib turibdi. Allohimga shukr aytaman. Dadam duo qilib turibdi. Do'stlarimdan sira kamim yo'q. Omad meni quvib turibdi. Har soniya baxtimni so'rab dadam duo qilib turibdi. Boshim borib toshga tekkanda qo'llab turar yiqilganimda. Yaxshiyam bor ular yonimda. Dadam meni duo qilib turibdi deya mana shunday ajoyib tabriknomalarni qizalog'ingiz Dilnozaxon nomlaridan qabul qilgaysiz otajon. Rahmat qizim, rahmat. Qizim ham ko'p yashasin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yo nasib men nevaramni bag'rimga bosay kelgusi. Ya Alloh, Allohim. Yo nasib kelgusi nevaramni bag'rimga bosay. Men shu qizimga tirnoq so'rayman Allohimdan.
Ilohim otajonim, yangi yil sizlarga omadli, barakatli kelsin. Barcha ezgu tilaklaringizni Allohim ortig'i bilan ijobat qilsin. Farzandlaringizdan rozimisiz? Mingdan ming roziman qizim. Boringizga shukronalar otajonim. Siz ham ularning baxtiga doimo sog' va salomat bo'ling. Mana shunday shodiyonalik kunlaringiz, xursandchilik kunlaringiz juda ham ko'p bo'lsin. Tavallud ayyomlaringizni farzandlaringiz ardog'ida yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Salomat bo'ling. Rahmat qizim, kam bo'lmang, rahmat. Keling qizim, choyni beraman, keling. Rahmat otajon. Salomat. Xo'p, rahmat sizga, xo'p. Omad qushim qo'ndi